O'zbekistonda 18 yoshgacha diniy ta'lim olish mumkin emas. Shu masalada bir yangiliklar bo'lsa bir fikrlaringizni aytsangiz. Ta'limdan hech kim to'smaydi. Marhamat, diniy ta'lim olaman deganga qonun doirasida mumkin bo'lgan hamma formatlar ochiq. Sekin astalik bilan jamiyatni shunga tayyorlab, jamiyat talablari asosida va bizning O'zbekiston dunyoviy davlat degan konstitutsiyada belgilab qo'yilgan hammasi qonun doirasida qilinadi. Qonunsiz qilingan har qanday harakat juda yaxshi bilasizlar, oxiri yo'q. Jamiyat tayyor bo'lmasa, davlat hech qachon yo'l qo'ymaydi. Jamiyatda palaparchilik bo'lishi. Men buni rasmiy odam sifatida aytyapman. Davlat kuchli, davlat kuchi yetadi. Davlat kuchli, davlat kuchi yetadi. To'g'ri, bu hidoyat muqaddas. Bu kitob Allohning kitobi. Qolaversa, bunda ichida ko'p yaxshiliklar bor. Ota-onani hurmat qilish, mana shunga o'xshagan narsalar demak deb gapni o'xshatib gapiriladi-da. Lekin bu hayotimizga bu tatbiq qilishda shuni Qur'onni jildirib tashlash kerak. Bitta ularga xalaqit berayotgan narsa Qur'on qilishga boshqa ish yo'q dey. Butun gaplardagi hamma narsa, bu holatlar, majlislar shu muddaosi Qur'onni shu hayotdan shundoq sidirib chiqarib tashlash. Mana bu narsa endi Qur'on chiqarib tashladik ana. Nima bilan yashaymiz hayotimizda? Qonun kerakmi? Bu kelishuvimizda, o'rtamizda mesela er-xotin mojarasi bor, iqtisod bor. Xo'p, ayollarni yurishini dizaynerlar hal qilar ekan. Bizni bozordagi ishlarimizni kim hal qilib beradi? Halol haromimizni kim hal qilib beradi? Buni iqtisodchilar hal qilib beradi. Endi iqtisodchilar hal qilib beradi bu narsani. Ana bu deganiki ashvoiy bir hayot. Ana uni ko'rasiz, u qonun chiqariladi, bu qonun chiqariladi, buni chiqargan narsasi bunisiga to'g'ri kelmaydi, buni chiqargan bunisiga to'g'ri kelmaydi. Bir qanaqadir toifaga xizmat qiladi keyin qonun. O'zlarini ishini to'g'rilab olish uchun, masalan, birov bir narsa ishlab chiqaryaptimi, bo'ldi, o'sha narsani chekkani yoptiradi birdan. Buniki sotilsin deydi. Hamma narsa o'sha ma'lum bir toifaga xizmat qiladi. Xalq yana boyagidek qora xalq qulligini qilib yuraveradi. Ana shunday payg'ambarlar keltirgan narsa bayinot bilan keldi. Ular hujjat, dastur bilan keldi payg'ambarlar. Batsın demokrasiniz, mülk ve bürokrasiniz sizi kurtarmayacak. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ya dönün Rabbinize ya da veil olsun size.